Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Arabboy Ahmadullayev. Hozirda Garvardda ta'lim siyosati yo'nalishi bo'yicha magistraturada o'qiyman. Bugun ikkinchi videomizni qilishga qaror qildim. Ikkinchi videoda asosan oddiy qishloqdan yoki O'zbekistondagi kichkina shaharchadanmi yoki shahardan bo'lib turib qanday qilib top universitetlarga kirish mumkinligi haqida gaplashamiz. O'zi nimadan boshlash kerak? Agar aytaylik kichkina oddiy bir qishloqda maktabda o'qib yurgan paytda qanday qilib nimadan boshlab o'sha top Amerikani yoki Yevropani top universitetlariga kirish uchun nimadan boshlash kerak degan savolni o'zingizga berib turgan bo'lsangiz, aynan shu savolga javob beramiz, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib qilinadigan ish bu aynan o'sha chet elda top universitetlariga kira olishga ishonch. Bizda juda ko'p kuzatiladigan narsa, yo'q menda o'xshamaydi, men oddiy qishloqdan bo'lsam yoki top universitetlariga kirish uchun qanaqadir eng zo'r maktablarda o'qigan bo'lish kerak degan tushunchalar bor. Juda ko'p holatlarda aytilganda o'sha boshida ko'pchilikda ishonch bo'lmaydi. Aynan shuni olib tashlashdan boshlash kerak. Barchada o'xshaydi. Даже bizni eng oddiy qishloqlardan ham battarroq joylardan kelib o'sha top universitetlarda, Garvardda, Stanfordda o'qib yurgan o'quvchilar bor. Shuning uchun eng birinchi narsa o'ziga ishonish va albatta kirish imkoni borligiga ishonish. Agar bu ishonch bo'lmasa, qolgan barchasi foydasi yo'q. Shuning uchun eng birinchi ish aynan top universitetlariga kirish iloji bor. Qaysi qishloqdanligini, qayerdan kelganligidan qat'iy nazar, dunyoni o'sha top universitetlariga bemalol kirib o'qishi barcha imkoniyatlar mavjud. Xo'p, ikkinchi qilinadigan ish qaysi bosqichdalikka qaraymiz. Hozirda aytganimdek, hozirda maktabda o'qib yurgan o'quvchilar uchun bu video. Shuning uchun ikkinchi qilinadigan ish bu maktabdagi hamma baholar a'lo darajada bo'lishi kerak. Maktabdagi hamma fanlar yaxshi o'qishni boshlash kerak. Agar unaqa zo'r o'qimagan taqdirda ham o'qituvchilar bilan o'sha gaplashib, iloji boricha qo'shimcha ish qilib, to'garaklarga borib hamma fanni 5 ga yopish kerak. Bu juda muhim. Hamma fanlar idealniy 5 ga yopilganligi katta ta'sir qiladi, chunki qaysidir top universitet sizni qabul qilmoqchi bo'lsa yoki sizga qanchadir grant bermoqchi bo'lsa, tasavvur qiling, siz ham kimgadir pulingizni bermoqchisizda universitetga borib o'qish uchun maktabdagi oddiy ballar agar 5 bo'lmasa yoki yaxshi ko'rinishda bo'lmasa, u odamga ishonish qiyinroq bo'ladi. Deylik ballaringizni hammasi 4-3 bo'lsa, ya'ni o'rtadan pastroq darajada bo'lsa ballaringiz, hech kim sizga pul berishni ham xohlamaydi, grant berishni ham va top universitetlarga ham kirish imkoniyati juda pasayadi. Shuning uchun iloji boricha maksimum darajada ballarni yuqoriroq qilishga harakat qilish kerak. Doim ham ideal holatda bo'lish shart emas. Sal idealdan pastroq bir nechta turlari bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Qolgan narsalar bilan yuvib ketsa bo'ladi, lekin o'rtadan pastroq ballarga ega bo'lsa, shans juda ham kamayadi yaxshi universitetlarga kirish uchun. Chunki aytganimdek, hech qaysi yaxshi universitet o'zini pullarini, resurslarini даже maktabda yaxshi o'qiy olmagan bolaga o'sha universitetga kelib o'qish uchun ajratishni xohlamaydi. Keyingi qilish kerak bo'lgan ish bu ingliz tilini o'rganishni boshlash. Agar o'sha oddiy qishloqda bo'lsa ham, menimcha hammada hozirda ingliz tilini o'rganish imkoniyati mavjud. Barcha qishloqlarda ingliz tili to'garaklari bor, o'qituvchilari bor, bemalol istalgan joyda borib ingliz tilini o'qish mumkin. Demak, uchinchi qilinadigan ish o'sha baholar to'g'rilagandan keyin ingliz tilini o'rganishni boshlash. Ingliz tili juda muhim. Qancha yuqori darajada ingliz tilini bilsa, shuncha yaxshi. Pastroq darajalarda ham kirish imkoniyati mavjud, lekin iloji boricha maksimum qancha yuqori ingliz til darajasi olsa, shuncha imkoniyatlar kengayadi. O'zi top universitetlar unaqa ingliz til darajasiga juda katta e'tibor berishmaydi. Bu shunchaki siz darsda qatnashib, darsni tushuna olishingizni isbotlaydi, til darajangiz. Lekin qancha yuqori bo'lsa, shuncha o'zingizga plyus. Shuning uchun iloji boricha yuqoriroq til sertifikati olishga harakat qilish kerak. Ya'ni ingliz tilini o'qishni boshlash kerak. Qaysi sinfdaligidan qat'iy nazar, qaysi boshlang'ich sinfdami yoki yuqoriroq sinfda bo'lishidan qat'iy nazar, ingliz tili bu
обязательно o'qish boshlash kerak. Keyingi qilinadigan ish matematika. Matematika juda ko'p universitetlar matematikaga e'tibor berishadi. O'sha Amerika universitetlari SAT qabul qilishadi. O'sha SAT testi bu xuddi IELTS ga o'xshagan test. Faqat u yerda matematika bilan ingliz tili tekshiriladi. Matematika juda muhim. Shuning uchun Amerika universitetlarida, Yevropaning top universitetlarida doim o'sha matematikani yaxshi bilish qadrlanadi. Shuning uchun matematika fanidan to'garakka borishni boshlash kerak. Matematikani zo'r o'rganish kerak. Agar qishloqda bo'lsa, inglizcha o'sha SAT testini olishga imkoniyat bo'lmasa, birinchi o'rinda matematikani zo'r o'rganish kerak. O'sha bor o'qituvchilarga borib, matematikani zo'r darajada o'rgangandan keyin, aynan o'sha matematikani mustaqil ravishda o'rgansa bo'ladi, onlayn yoki agar o'qituvchi bo'lsa, to'garakka borib, aynan SATni, ya'ni matematikani ingliz tilidagisini ko'rish kerak. SAT unaqa qiyin emas, faqat ingliz tilida bo'ladi. O'sha matematika ingliz tilida va ingliz tili qismi ham bor. U qismiga ham tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Lekin ingliz tilini yaxshi bilsa, o'sha ingliz tili qismi ham unaqa katta muammo bo'lmaydi. Shuning uchun ingliz tili to'garak boshlash kerak. Matematika to'garakini agar iloji bo'lsa matematika ingliz tilida, agar iloji bo'lmasa matematika o'rgangandan keyin ingliz tilida o'sha SAT testlariga tayyorlanish kerak. Keyingi qilinadigan ish juda muhim narsa, maktabdan tashqari ishlar bilan shug'ullanish. Ya'ni ertalik universitetga topshirayotganlar juda ko'pi idealniy balli bor, yaxshi ingliz tili testi bor, yaxshi SAT o'sha matematika testlari bor. Lekin ajralib turadigan narsa bu o'sha maktabdan tashqari ishlari. O'quvchi maktabdan tashqari nimalar bilan shug'ullanadi, jamiyatga qanday foydasi tegadi, o'zi kelajakda nima bilan shug'ullanmoqchi, shular juda katta rol o'ynaydi. Nimalar qilish mumkin? Aytaylik, qishloqda yashasa yoki oddiy maktabda o'qiyotgan bo'lsa, nimalar bilan shug'ullansa bo'ladi? Maktabdan tashqari masalan hasharlar tashkil qilish, o'zi inisiativasi bilan chiqib hasharlar tashkil qilish yoki o'sha qishloqdagi, shahardagi turli xil musorlar yig'ishtirish bo'yicha qanaqadir maktabda guruh tashkil qilib, birgalikda chiqib shunaqa ishlarni amalga oshirish. Bu bir martalik bo'lmasligi kerak. Qanaqadir klubga o'xshagan, guruhga o'xshagan odamlarni yig'ib, постоянный ravishda o'sha shu narsani amalga oshiradigan, birinchi bo'lib masalan shahrimizda shu narsani amalga oshirdik. Aytaylik, hokimiyat bilan mahalliy o'sha tuman hokimligi bilan bo'lishi mumkin yoki shahar hokimligi bilan hamkorlikda shu ishni amalga oshiryapmiz desa, bu ham juda katta plyus. Shuning uchun hasharlar tashkil etilgan maktabda o'sha bir guruh o'ziga o'xshagan bir xil fikrlaydigan nimalarni, sinfdoshlarini yig'ib, shunaqa guruh qilib turli xil hasharlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga yordam berish, ularni borib masalan uyida yordam berish ishlarini tashkil qilish mumkin. Bu ham aytgandek bir martalik emas, sistemli ko'rinishda bo'lishi kerak. Ya'ni aytaylik, guruh tashkil qilib har hafta kimdir uyiga borib yordam beradi yoki yosh kattaroq odamlar uyiga borib yordam beradigan qanaqadir turli xil shunga o'xshagan loyihalar tashkil qilsa bo'ladi. Buni istalgan joyda qilish mumkin. Shunga o'xshagan loyihalar tashkil qilish kerak. Yoki yana nima qilsa bo'ladi? Universitet, mahalliy universitetlar bilan oddiyroq o'sha o'ziga yaqinroq bo'lgan universitetlar bilan borib gaplashib, o'ziga yoqqan yo'nalish bo'yicha professorlarni darslarda o'tirish, qo'shimcha shunchaki darsga kirib o'tirish, oxirida sertifikat o'sha darsda qatnashdi, yaxshi muvaffaqiyatli qatnashdi degan o'sha professor sertifikat beradigan qilib universitetlarga qatnashish mumkin. Bu ham juda katta foyda, plyus bo'ladi. Bundan tashqari mahalla komitetlari bor. O'sha aytgandek tuman hokimligi nimalari, oddiy o'zini mahallasida yoki qishlog'ida ham manimcha mahalla komitetlari bor. O'sha joylarga borib volontyorlik, stajirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni tekinga borib ularga yordam berish, ishlash, ish o'rgansa bo'ladi. Aynan shu ham juda katta plyus bo'ladi. Yoki sport bo'yicha, agar sportda yaxshi bo'lsa, sport bo'yicha turli musobaqalarda qatnashish, sport bo'yicha o'zini ko'rsatsa ham, Amerika universitetlari ayniqsa sportni juda qadrlaydi. Sportda yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilari qolgan jihatlari, til sertifikati, masalan matematikasi past bo'lsa ham olishga harakat qiladi, chunki Amerikada o'sha universitetlar o'rtasida sport bo'yicha ham musobaqalar bo'ladi. Universitet nomidan qatnashib, universitetga plyus olib kirish uchun katta foyda.
Bundan tashqari, o'sha maktabdagi turli xil tadbirlar tashkil qilish mumkin. To'garaklar, klublar, qiziqish bo'yicha, masalan, debat klublari, kitob o'qish bo'yicha guruhlar, ota-onalarni jalb qilib, masalan, ota-onalar kelib birgalikda bolalari bilan kitob o'qish uchun qandaydir guruhlar tashkil qilish mumkin. Juda ko'p g'oyalar bor. ChatGPTni so'rasa ham bo'ladi. Aytaylik, men qishloqda shu joyda o'qiyman, qanday foydali darsdan tashqari ishlar amalga oshirsam bo'ladi deb so'rasa ham juda ko'p ishlar qilish mumkin. Asosiysi yo'nalishingizga oid bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik, siyosat yo'nalishida ketmoqchi bo'lsangiz, borib o'sha mahalla komitetida yoki tuman hokimligida nima qilganingiz, stajировка qilganingiz yoki volontyorlik qilib o'sha tekinga ishlab berganingiz plus bo'ladi. Yo'nalishingizga qarab turli xil ishlar amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni bu yo'nalishingizga qancha oid bo'lsa, shuncha yaxshiroq. Demak, ingliz tilini o'rganish boshladi, matematikani yaxshi o'rganish boshladi va o'sha matematikani ingliz tilida SAT'siga tayyorlanish boshladi. SAT bo'yicha ham juda ko'p onlayn testlar, materiallar bor, shuning uchun u ham muammo emas. Keyin maktabdan tashqari ishlarni amalga oshirish. Shularni hammasini qilib bo'lgandan keyin hammasini o'sha hujjatlar yig'ishni boshlash kerak. Har yili o'qishga topshirish sentyabr oyida boshlanadi. Amerikan top universitetlariga o'qishga topshirish sentyabr oyida boshlanadi va natijalari o'sha yozga chiqadi. Shuning uchun sentyabrdan dekabrgacha asosan topshirib olish kerak. 11-sinf bitirayotgan bo'lsangiz, o'sha 11-sinfni endi boshlaganingizda boshida sentyabrdan o'sha hamma o'qishlarga topshirish boshlash kerak. Agar deadline o'tib ketgan bo'lsa, o'sha keyingi yilga 1 yil, masalan, hech qayerda o'qimasdan shunchaki topshirsangiz ham bo'ladi, yoki qayerdadir ishlab tursangiz bo'ladi, yo'nalishingiz bo'yicha ishlashingiz yana plus, yoki o'zingiz universitetingizga kirib turib, topshirib, natijasi chiqqandan keyin o'zingiz universitetingizni qoldirib ketsangiz ham bo'ladi. Demak, 11-sinf boshida o'sha yoki o'sha sentyabr oyini boshida doim boshlanadi. Hujjatlarni hammasini yig'ish kerak. Qaysi hujjatlar yig'ish bo'yicha balki yana bir video qilamiz. Lekin umuman olganda asosan shular. Demak, umumlashtiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi oddiy qishloqdan masalan top universitet kiraman deb turgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda bunga ishonish, albatta amalga oshirsa bo'ladi bu narsa, imkoni yo'q narsa emas. Ikkinchidan, ingliz tilini o'rganish boshlash kerak, maksimum yuqori natija olishga intilish. Maktabdagi hamma ballarini iloji boricha yuqori darajaga olib chiqish, maksimal ravishda ballarini yuqori qilish, matematikani zo'r o'rganish va matematikani ingliz tilida o'sha SATga tayyorlanishga harakat qilish va maktabdan tashqari ishlar bilan shug'ullanish. Turli xil loyihalar amalga oshirish, o'zini qishlog'ida, shahrida turli xil loyihalar amalga oshirish va buni yo'nalishiga oid bo'lishi kerak, yo'nalishiga bog'lash. Shular hammasi bo'lgandan keyin 11-sinf boshida topshiriladi. O'sha sentyabr oyidan boshlab o'sha topshirishni boshlasa bo'ladi. Va kirish imkoniyati mavjud amalga, albatta amalga oshirsa bo'ladi. Hammaga rahmat. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, yana qanday hujjatlar tayyorlash kerak, qayerdan topshirish kerak, qaysi saytda topshiriladi degan savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar, yana bitta video qilishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.